Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga YouTube'ga yangi videoni boshladik. Unda birinchi ko'rsatilgan telefonimiz sizlarga Samsung Galaxy A23 modellari. Ancha degan arzon narxda chiqaveramiz. Samsung Galaxy A23 telefonlar где-то 1207 sotilyapti. 464 talik korobka dokumentlar va ishlashlar cho'tki bo'lgan holatda. Xo'p, sizlarga 1,50 million so'm tanlab olishga Samsung Galaxy A23 telefonlarini qilib beramiz. Ishlashlari cho'tki, mazashatda 5 mAh batareyaga ega telefonlar hisoblanadi. Xo'p, keyingi modelimiz esa Redmi 13C modeli 8256 ga xotiraga korobka dokumentlar bor, ishlashlari cho'tki ekan. Batareyalari o'ta mo'chni uzoqqa yetib beradi. Mazam ishlatasizlar. Xo'p, narxini sizlarga 1,50 million so'mga Redmi 13C ni 8256 tani qilib beramiz. Xo'p, Samsung Galaxy A14 modelimiz 1,50 million so'mga 464 ga xotiraga korobka dokumentlar bor, ishlashlari cho'tki bo'lgan holatda 5000 mAh batareya ekan. Xo'p, Samsung Galaxy A15'imiz bor. 4 ga 1,8 taligi 5000 mAh batareya bor. Ishlashlari cho'tki korobka dokumentlar va narxi 1,550 so'mga. Xo'p, Samsung Galaxy A33 5G 6 ga 1,8 taligi korobka dokumentlari bor. Ishlashlari cho'tki, hamma joyi radnoy. Xo'p, narxini sizlarga 1,650 so'm qo'yib beramiz Samsung Galaxy A33 5G telefonini. Xo'p, navbatdagisi esa Samsung Galaxy A73 5G imiz. Bu ham 5 padeshaklari o'ta kuchli protsessorga telefonlardan hisoblanadi. 6 ga 1,8 talik bo'ladi, lekin hozir chiqqan 12 ga 1,8 talik 8256 telefonlarni ancha mo'shni ishlab beradi. Narxini $160 qilib beramiz. Keyingi Samsung Galaxy A25 5G da 1,8 taligi 1,900,000 so'm qo'yib ishlashlari cho'tki bo'lgan holatda. Samsung Galaxy A55 5G $225 ga 8 ga 1,8 ta korobka dokumentlari bor. Holatlari tiniq holatda. 8256 ga xotiraga Samsung Galaxy A55 5G modelimiz. Narxini $255 qilib beramiz. Keyingi modelimiz Redmi Note 13 modelimiz. Xo'p, bunisi 8 ga 1,8 talik ekan. Operativasi kuchliroq degani, korobka dokumentlari bor, ishlashlari cho'tki, xudo xolasa imekalardan o'tgan holatda narxni sizlarga 1,650 so'm beramiz. Holati puliga qarab operativlar telefonlar ko'proq farqlanadi bilsanglar. Redmi Note 14 modelimiz. Xo'p, bunisi 8 ga 1,8 talik, narxini 1,900 so'm beramiz. Korobka dokument, zaryadchigacha full komplet ishlashlari cho'tki, 5,5 mAh batareya ekan. Redmi Note 12 Pro modelimiz 6 ga 1,8 talik korobka dokumentlari bor, ishlashlari cho'tki, narxi 1,550 so'm. Xiaomi 13 Lite telefonimiz $170 ga ishlashlari cho'tki holatda 8256 talik korobka dokumentlari bor. Bunisi esa o'ta A+ kategoriyada ideal holatda $190 ga 8256 ga xotiraga Xiaomi 13 Lite telefonimiz. Poco X6 Pro 5G o'ta yaxshi holatdagi esa 8256 8+4 bo'ladi. Ishlashlari cho'tki, PUBG 90 FPS korobka dokument full zaryadchi full bo'lgan holatda narxlariga o'ta yaxshi narx $225 ga tiniqni qilib beramiz. Chunki masalan bunisi ham mana $220 sotilyapti. Sariq shu yerda nimasi borligini hisobiga ham. Lekin qorani olib qolsalar bo'ladi. PUBG 90 FPS o'ta kuchli telefon hisoblanadi. Xo'p, keyingisi esa Xiaomi 11T modelimiz 8 ga 1,8 talik 5 korobka bo'ladi, lekin do'kon tomonidan garantiya beramiz. Ishlashlari cho'tki, narxi $170. Bunisi ham PUBG ga zo'r telefon, PUBG 90 FPS bergan zo'r telefon hisoblanadi. Xiaomi 11T modelimiz. Bunisi 8256 talik varianti, korobka dokumentlari bor, narxi $190. Holati ham o'ta tiniq holatdagi Xiaomi 11T modelimiz. Xo'p, Xiaomi 12T Pro modelimiz 15-20 minut zaryad bo'lishi bilan juda mashhur telefon hisoblanadi. 8256 talik PUBG 90 FPS, narxi $255 beramiz. Xuddi shu narxga Redmi Note 13 Pro Plus 5G imiz $255 ga 8256 ga xotira, korobka dokument, zaryadchi, 100 mAh zaryadchi bilan full holatda. Xo'p, Redmi Note 13 Pro'larimiz bor. Ishlashlari cho'tki, nechta bilsanglar bor, xudo Redmi Note 13 Pro modellarimiz 8256 ga xotiraga korobka dokumentlari bor. Xo'p, zaryadchiga bor 2350 so'm, bez zaryadchilik 2200 so'm tanlab olaverasiz. Hamma joy radno bo'lgan holatda. Redmi Note 13 Pro ham ancha kuchli chiqqan telefon hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar, ishlashlari ham zo'r bo'ladi. Batareyadan ishlatishda muammo ko'rmaysizlar. Mazza ishlatadigansizlar bu telefonni Note 13 Pro'larda.
Yana 1 million 50 ming so'm Samsung Galaxy A14 modelimiz 464 GB xotiraga ega. Redmi 9 hamma joyi radno 332 GB xotiraga, ishlashlari chotki. Narxini sizlarga 550 ming so'm qilib beramiz. Samsung Galaxy A03 464 GB xotira, korobkadagi tiniq holatda 670 ming so'm. Hop, Xiaomi 11 Lite 5G Neo'si korobkadagi 8 ga 128 ta imkani o'tgan holatda narxini sizlarga 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. Redmi Note 8 Pro 6 ga 128 ishlashlari chotki korobka dokumentlar bor. Mazza ishlatasiz, narxini 1 million 50 ming so'm qilamiz. PUBG 60 FPS tushadi. Redmi Note 11R modelimiz 6 ga 128 talik 5000 mAh batareyaga ishlashlari o'ta dahshat bo'ladi. Aloqa jihatidan va batareya jihatdan o'ta mo'shin telefon, narxi 950 ming so'm. Poco X3 Pro ni arzoni 850 ming so'mga hamma joyi radno. Faqat shu yerda ozmoz mana katta og'ir tushib qolgan. Uni ziyoni katta emasligiga hammasiga garantiya beramiz. 618 talik korobka dokumentlar, umuman ishlashi xalaqit bermaydi. 618 korobka dokument. Hop, narxini sizlarga 850 ming so'm qilamiz. Poco X3 Pro, Note 8 Pro ham narxidan emas. Bunisi Poco X3 Pro tiniqrog'i 618 talik. 1 million 200 ming so'm korobka dokumentlari bor, chotki holatda. Honor X7 A+ modelimiz 6 ga 128 talik korobka dokumentlari bor, narxi 1 million 150 ming so'm. Hop, keyingi modellarimiz esa Infinix Hot 40i modelimiz 8 ga 128 talik korobka dokumentlari bor, ishlashlari chotki bo'lgan holatda, narxi 1 million 50 ming so'm. Hop, Intel'dan A70 modelimiz 8256 talik xotiralar, ishlashlari chotki 5000 mAh batareyaga, korobka dokumentlari bor, narxi 1 million so'mga 256 talik telefon yana sizlarga. Hop, ko'p telefonlar sotilib ketdi. Bunisi iPhone 13 Pro 86 yo'ngsta 128 talik, ishlashlari chotki bo'lgan holatda 450 dollarga. Hop, iPhone 13 Pro 86 yo'ngsta 128 GB xotiraga, ikkita sim karta tushirgan ofitsialniy za regiondagi telefonimiz, narxi sizlarga 460 dollarga. iPhone 2 Pro 320 dollarga, 85 yo'ngsta 128 GB xotiraga, holatda taniq holatda turibdi. Kimga qiziq solib ochib ko'rasizlar. iPhone 2 Pro ni o'ta tiniq, o't holatda 89 yo'ngsta 128 GB xotiraga, narxi 340 dollarga. iPhone 12 mini modelimiz, ishlashlari chotki bo'lgan holatda 84 yo'ngsta 128 GB xotiraga, hamma joyi radno. Ustida ko'rmagan telefonimiz A+ holatda turibdi, narxi 200 dollar. iPhone 11 Pro Max displey alishgan, shuning uchun narxi arzon 230 dollarga beramiz. 11 Pro narxi ham bo'lmayapti pashti. 11 Pro ni bitta sinig'i bor, bitta petnochasi bor, 71 yo'ngsta 256 GB xotiraga, ishlashlari chotki, hamma joyi radno, Face ID butun hamma funksiyalar ishlaydi. Narxini 220 dollar qilib beramiz. iPhone 11 Pro. XS Max 185 dollarga, 84 yo'ngsta 64 GB xotiraga. Hop, XS Max Gold ishlashlari chotki, mazza ishlatasizlar. 79 yo'ngsta 256 GB xotiraga, narxi 190 dollar. iPhone 1 74 yo'ngsta 128 GB xotiraga 200 dollarga beramiz. Oldi displey alishgan, lekin hamma joyi yaxshisi qo'yilgan ekranni. Bunisi hamma joyi radnoy 76 yo'ngsta 128 GB xotiraga 215 dollarga. 228 dollarga 81 yo'ngsta 64 GB xotiraga, ishlashlari chotki bo'lgan holatda iPhone 1, hamma joyi radnoy. 100 yo'ngsta 64 GB xotiraga, yaxshi holatda ishlashlari chotki, narxi 200 dollar. 245 dollarga 91 yo'ngsta holat ideal bo'lgan 64 GB xotiraga iPhone 1imiz. iPhone XR ikkita sim kartali 82 yo'ngsta 128 GB xotiraga, narxi 190 dollar. iPhone XS 170 dollarga, 78 yo'ngsta 256 GB xotiraga. 170 dollarga iPhone XS.
112 64 GB xotiraga ishlashlari chotki, hamma joyi radno bo'lgan holatda. iPhone X'imiz 1.550.000 so'mga, 78 64 GB xotiraga. Shu yerda petnos bor, xudo xolasa hamma joyi radno holatda 1.550.000 so'mga iPhone X telefonimiz. iPhone X'da 1.650.000 so'm qo'yamiz. Holati tana holatda 112 64 GB xotiraga hamma joyi radno, Face ID tursin, hamma funksiyalari ishlaydi. Keyingi modellarimiz iPhone 8 Plus modelimiz. Xo'p, narxini 1.650.000 so'm qo'yamiz. Hamma joyi radno, 76 yong'isda 64 GB xotiraga turibdi. Atpretcha hamma funksiyalari ishlaydi. Ekranlar tana holatda turibdi. Narxini 1.650.000 so'm qo'yamiz. iPhone 7 Plus modelimiz ishlashlari chotki, 112 32 GB xotiraga ko'ribsizlar, holatlar tana holatda. Mazza ishlatasizlar. 97 yongish 32 talik 1.50.000 so'mga iPhone 7 Plus. Xo'p, Samsung Galaxy S10 Plus modelimiz $160 qilib beramiz. 828 talik. Ikkita sumkada tushadi. S10 5G'imiz 2 dona bor, $180 va $175 ishlashlari chotki, ikkovi ham radno holatda 8256 GB xotiraga chotki moshniy apparat hisoblanadi. S10 5G'lar. S20larimiz ham bor. Mana Samsung Galaxy S20 modellarimiz 12 128 GB xotiraga ishlashlari chotki holatda. Mazza ishlatasizlar, PUBG 90 FPS, batareyga bachi 4000 mAh bo'ladi. Narxini $190 dan holatdan olan qilib beramiz. S20 Plus modellarimiz bor. Mana Samsung Galaxy S20 Plus modellarimiz. Xo'p, 12 Plus 8256 GB operativga telefonlar hisoblanadi. PUBG dan 90 FPS tushadi. Ishlashlari chotki 100 MHz ekran bo'ladi. 4000 mAh batareya, narxini sizlarga $210 dan qilib beramiz. Qancha mehmon kuchdan bor, kalitga qanaqa telefoningiz bor ishtirgan. Xo'p, keyingi modelimiz S20 5G modelimiz ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Koreyskiy variant 8256 dan narxini sizlarga $195 beramiz. S21 5G yevroimiz 828 talik bo'ladi. Ishlashlari chotki, narxi $240 ga. Xo'p, $250 ga S21 5G yevrosini ikkita sim kartali o'ta tanaga kelgan, narxini $250 beramiz. $828 yevrolar. Xo'p, 8256 GB xotiraga koreyskiy korobka dokumenti bor holatda $200 ga S21 5G modelimiz 8256 talik bo'ladi. Xo'p, S22 so'raganlarga $255 ga va $265 keldi. Koreyskiy variantda 8256 ishlashlari chotki, PUBG da 90 FPS tushirish koreyskiylar, yevrolari 60. Yevro chek slaviy bo'ladi, lekin ikkita sim karta tushadi, shu tomondan ko'pchilik oladi. Xo'p, S21 Plus modelimiz ishlashlari chotki holatda 8256 GB xotiraga, mazza ishlatasizlar, A+ kategoriya, narxi $245 ga. S20 Plus o'rtacha holatdagisi bor, $220 ga qilib beramiz. 8256 talik 4800 mAh batareya bo'ladi S20 Plus. Bunisini $230 beramiz. S20 Plus modelimizni 8256 talik hammasi 4800 mAh batareyaga ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Note 20 o'ta arzon narxda 1.950.000 so'mga olib kelib qo'ydik. 8256 talik. Ekranda ozgina soyasi bor, shuning uchun narxi arzon 1.950.000 so'mga Samsung Galaxy Note 20 telefonimiz. Hamma telefonlarga, hamma telefonlarimizga barter, dastavka xizmatlari mavjud. Barter qilish uchun do'konga kelishlari shart. Xo'p, dastavka uchun oldindan 200 metr zaklatcha berasa, telefon yo'qsa, qolgan to'lovni qo'ylagandan keyin to'liq qilsalar bo'laveradi. Masalan, telefon ko'rsatamiz, yo'qsa chiqarib beramiz, yo'qmasa shu yerda qolaveradi. Muammosi yo'q bu telefonlarda. Hammasiga garantiya beramiz. S22 Ultralarimiz bor, u $380 dan boshlab $410 ga sotilyapti. Mana holat tanaga bor, $410 ham qaranglar. Sarafallargacha olinmagan. Mazza ishlataman deganlarga bonuslar bilan qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana 22 Ultra nechta desalar bor, aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, Samsung Galaxy Note 10imiz bor, 12256 ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Mazza ishlatasizlar, narxi $750 so'mga. Xo'p, Redmi Note 12 Pro Plus 5G modelimiz qolib ketibdi, ishlashlari chotki. Xo'p, narxini sizlarga $175 beramiz. Mazza ishlatinglar, 8256 talik telefon hisoblanadi. Xo'p, kimga yana qanaqa telefon kerak bo'lsa, aloqa chiqsanglar, bizga ko'proq Telegramni yozinglar. Telegramdan ko'proq javob beramiz. Telefonni ko'pincha ololmay qolyapmiz, chunki nima desa bo'ladi? Bekardan yosh bolalar telefon qilib, nima deydi?
kerakli narsalar gapirib, nima qilishyapti. Shuning uchun ko'pincha telefon olmayapmiz. Mana telefon qiladi, 1 yildan keyin olaman, 2 yildan keyin olaman, olib qo'yash telefon deganlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun Telegramni yozsanglar, oladigan bo'lsanglar, chaklatasizlar, chiqaveramiz deb bo'yicha xudo xolasa telefonlarda. Do'konimiz Andijon viloyati Sharxon tuman Makro supermarket 2-qavat 31-do'konda joylashgan. Do'konga kelsanglar barter xizmatlari mavjud.